ishonchi, chin aqida, ajrda. Tarixiy meros, tarixiy retsept, sadoqat, biotexnologiyasi. Ишикни bir ичип таа. Тамгу. Voy, yaxshimi? Qanday ahvol? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum cho'nglarim aka. Kevraylar. Ha, biz. Keling bana. Qadam yetti, balo yetmasin. Bizden başlayalım. To'g'ri. Men mushu kelgusida qurilmoqchi bo'lgan Yulib Alar sho'ngqoshlikning bosh direktori bo'laman. Bu yoq muavin direktor bo'ldi. Mavin baş direktör. Kelishga maqsadinglar. Ha, biz mushu shirkatimizga yaqinda chet elda mush addatsiz no'shi bir mahsulotlardan bir turkum kirgizgandan, ha, shu mahsulotlarni sizlarga bir tunishtiraylik deb. Pulga. Bek yaxshi mahsulot ko'rib taqaman. Qara. Ha? Mana. Ha, mana bu tazning aqli tushdan markalik saatni tunishtiray. Bu saatni qo'lingizga taqib olsangiz, qayib ketgan tirlarni asliga keltirib, asl holatga chiroyli qildi. Ha? Org'ultudu. Men bu semiz emasdim, bolarim. Ha, semirtudu. Ha, to'g'ri. Qizim, siz ko'rib beqman. Voy bu saat momamda nima? Morksin bilbil bo'lmaydi ketihi. Madaş, bu saatni şu siz setuvarsınız, biz bir amal qilib bonus beramiz. To'g'ri. Ha, bonus beramiz. Ha, onun ustiga bu saatni yana bir alaydik ba. Ha, xizmat qilib charchaysiz-ku. Charchgan vaqtda saatni qo'lga taqab, xohlagan bir vaqtga tanishib olib, boshlig'ingizni ko'rsatib, "Hey, saat necha bo'ldi qarab baqa? Ha? Men nechigacha ishlayman? Ha, ketdim." deb ketalaysiz. Sen bilan keyin hisoblashaman. Yana bor. Mana bu igilgan boshli qilish kasmabdi markalik shilapa. Bu shilapani kiyib olsangiz bir umr beshingizni kun tushmay o'tasiz. Qizim, bu shilapa sizga bekrak mos keladi, nima? Shundoq. Bu shilapani siz kiysangiz rivoyatlardagi paylarga o'xshab ketasiz. Yana bor. Ne oldu? Bu cayıp bulan kolay yapmışsın biz ne? Ha? Qizim, sadoqat shifoyi birinchi nusxani olib chiqib bering. Qaysi ichimlikni yapar? Sadoqat shifoyi birinchi nusxa limon, meva, sirka ichimligini-chu. Ha, maqla. Yashinib qoldim emasmi, bolarim? Limon ichimlik. Rahmat, qizim. İşçivatınız mahsulot bu? Ishkinim, sadoqat shifoyi birinchi nusxa limon, meva, sirka ichimligi bolam. Bu mahsulot o'shundoq yaxshimikan? Hozirgi davrda yemaklik iste'molimizning mo'llashiga ergishib,
nurg'unlagan ikkilem sog'lomlik masalalari paydo bo'lmoqda bolalarım. Menmu qon tomir to'silish, jigarni moy qoplab ketish, yuqori qon besim, qonda moy ko'p bo'lib ketish qatorliq ahvollar intayin ig'ir edi. Mushu sadoqat shifoyi birinchi nusxa limon meva sirka ichimligini ichgandan keyin mushu salomatligimda nihoyat zo'r o'zgarishlar paydo bo'ldi. Rahmat sizga qizim. Arzimaydi opa. Ota-onalar ko'ngil bo'lishar bir farzandlarning cho'qim qilishga tegishli kishi. Bu mahsulotni do'stlarimning hammasi ota-onasiga bir yurishdan olib beribdi. Haqiqatan unumini ko'ribdi. Shuning bilan men opamga bir yurish ag'ashga aytdim. Buni iste'mol qilgandan keyin rostla unumini ko'rdik, opa. Meni ko'rib turibsizlar bolalar. Xo'jayin. Bizni ashlar ishonchli mahsulot sotaylik bu. Nima bu oqmaydi bir oqmasmat zo'rab sotadi bundan ko'tarib burib qo'llar bor. Ashni sotaylik bizmi? Shunda qilaylik, biz Ha, shuni shu. chekkan mahsulotlarni sotaylik. Shuni sotib. Qaysi shirkatning mahsuloti bu? Bu bizning faxrli korxonamiz Şinjan Sadoqat Biopantexnik cheklik shirkati ishlab chiqargan Sadoqat shifoyi birinchi nusxa limon meva sirka ichimligi bolalarim. Shunday. Xo'jayin biz mushtab ishonchli mahsulotlarni sotaylik. Bu bo'laylik tez. Burada. Ha, tez. Rahmat ha. Bak. Tarixiy miros, tarixiy retsept, sadoqat biotexnologiyasi.